Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Abdulloh Grant bo'ladi do'stlar. Bugun sizlar bilan Yujniy Panetsada 8 rang, ya'ni podpolkovnik bo'ldik do'stlar. Videoga oxirigacha ko'ring, videoga like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Va biz videoni boshladik do'stlar. Bu yerga kelsak, mana Sherali Hatred bizning sherigimiz podpolkovnik bo'ladi. Kamron Abdullayev ham bor. Bu ham Sherzand. Yonimizda Jasmina degan qiz ham bor. Ishlaydi biz bilan tashkilotda birga. Bugun sizlar bilan militsiyada nimalar qilsa bo'ladi, shu savollarga javob beraman do'stlar. Semyamiz fraksiya generali Ali Valenti, Husan Muxtorov, Gabriel Elmachov, Bekxa Davlatov. Bu 3 ta sanaganim polkovniklar: Marjona Farhodova podpolkovnik, Mahoni Karonzo podpolkovnik, Sherali Hatred ham podpolkovnik, Harry King ham bor shu qatorda va Sabina Sabirova degan qiz ham bor va kelibsizki biz ham. Kelgan Sherzod Omonova, bu mening yaqin do'stlarim. Shunda bu yerda dasturlar rang oshirish, tanbeh berish, rang tushirish, tanbehni olib tashlash, tek qo'yish, bonus berish va oxirida ishdan haydash ham mumkin bizda. Va sizlarga men fraksiyani bir boshdan obzor qilib beraman do'stlar. Ungacha siz videoga like bosing. Keyingi videoda men sizlarga patrol qilib yoki o'zimni semyamni obzor qilib beraman. Bu yerda kiyinish xonasi, ishni yakunlash, ya'ni o'zimiz oddiy formaga kirish yoki omon forma haligi patrolga chiqqanda yoki MP tadbir OPG jinoiy guruh bilan ochishganda kerak bo'ladi. Bu bizning ofis. Yana bitta xonamiz bor. U yerga kerak o'tirib ishlarini qilsak bo'ladi. Bu yerda odamlar ariza bo'yicha kelsa, bu yerda biz turib olib, masalan, mana bu odam kirdi, shu odam shunday tursa, arizasi bo'lsa, shuni aytamizki, assalomu alaykum deymiz. Ular siz bizgami deb turib, savollardan o'tgandan keyin rapat jarayon asosida forma beramiz. Bu yerda jinoyatchilarni olib kelib maytda so'roq savol qilinadi. Bu yerda biz turib, narigi betda jinoyatchi turadi. Bu yerga esa o'sha jinoyatchini so'roq savol qilgandan keyin olib kirib, KPG asosida, rap asosida qamaymiz. Bu yerga bizning ofis hojatxona, bu yerda kirib shunday hojatimizni chiqarsak bo'ladi. Manaki turib nariga betda ham shu odamlar bu yerdan sekin kirganda nariyada hojatda odam bo'lsa, bunday qaramasdan chiqib ketadi albatta. Bu yerda chiqishini odamni kuzatib turadi. Albatta bu yerda kulgili voqea bo'ldi. Keyin bu yerda hammom do'stlar. Bu yerga kirib turib kiyimlarni alishtirib hammomda cho'milsak bo'ladi. Va bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu bizning ombor. Ya'ni militsiyalarning qurol oladigan ombori. Kerak mana yerdan general yoki polkovnik shunday ochadi omborda, biz esa shunday kelamizda qaytadan bunday qilib turib olamiz. Hozir yopiq bo'lgani uchun ola olmaymiz, afsuski. Keyingi videolarda ko'rsataman. Bu yerda haligi so'roq savol qilayotganda bu yerdan kuzatib turadi va mana yerda o'tirib shunday bu yerdan endi ishlarni bajarsa bo'ladi. Bu yerda rasmga tushtiramiz qamoqqa tushishdan oldin. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu yerda imtihon olamiz. Ya'ni 1 dan 2 ga, 2 dan 3 ga shunga o'xshash rangga ko'tarilmoqchi bo'lsa, bu yerga keladi. Bizga imtihon topshirib, Discordga ariza yo'llasa, biz o'zimiz sekin rangini tasdiqlab ko'tarib beramiz albatta. Bu yer shunaqa joy va ketdik biz parkovkaga tushamiz. Ya'ni militsiyalarning patrol mashinasini ko'rsatamiz. Yana aytgancha bu yerda sobis bo'lyapti do'stlar. Mana Mahoni mashaka kelamiz. Biz bu yerga kelib turib assalomu alaykum deymiz. U aytadi, siz bizgami deydi, assalomu alaykum deydi. Ha deymiz, pasport so'raydi, reper asosida berib, xullas savol javoblardan o'tganimizdan keyin sekin o'zi reper asosida bizni forma beradi. Lekin biz afsuski biz podpolkovnik bo'lganimiz uchun bizning joylashuv Yujniyda, shu yerda kelsanglar ariza tahlab o'zimiz ishga olamiz do'stlar. Ha, bu yerdan mashinalar, patrullar chiqarsa bo'ladi. Albatta bu yerda o'zimizning legendarniy Lada mashinasi ham bor. Bir boshdan ko'rsataman men sizlarga patrulni chiqarib. Mana shu yerlarda shuncha mashina bor, lekin mashinalar ko'p. Shunga qaramay xodimlar ham mashinalarga yetarlicha bor. Onlaynimiz ham yaxshi, onlayn odamlar ham ko'p. Albatta fraksiyaga kelsanglar, militsiya bo'lib jinoyatchilarni ushlab, albatta sizga qiziq deb o'ylayman. Bu yerga kelsa, gelik bizning patrul mashinamizda 2 ta bor bundan
200 plus tezlikka chiqadi. Bu ham yana bitta gelik, bizda 2 dona bor xolos. Bu yoqqa kelsak, Mers. To'g'risini aytsam, men uncha Mersga qiziqman, lekin yaxshi mashina deb o'ylayman. Tezligi ham norm. Bizda 3 ta bor, hozircha qolgani patrulga chiqib ketgan, xodimlar sekin ochib chiqib ketgan. Bu 3-patrulimiz. Yana bitta kelsak, o'zimizning legendarnik o'zbek Lada mashinamiz ham bor do'stlar. Lada mashinasini albatta 2-3 rangdan keyin minsa bo'ladi. 3 ta Lada bor, hozircha qolgani patrulga chiqib ketgan. Bunda qurol olish uchun haligi material yetkazib beriladi do'stlar. Shunday chiqamiz, chiqqandan keyin sekin chiqib turib, mana shunday qilib turib patrul yetkazib boramiz. Xo'p do'stlar, men sizlarga yana fraksiyani ko'rsataman. Hozircha 17 ta odam bor. Hozirgi qilgan ishim bu vashshi mashinalarni hozirgi joyiga qaytarib qo'yadi, lekin nimagadir ayrim sabablarga ko'ra qaytarmadi. Bu yerdan sekin eshikni ochib patrulga chiqib ketsa bo'ladi do'stlar. Sizlar bilan video o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Yana sizlar bilan ko'rishib qolaman degan umiddaman.